Ko'pchilik ijtimoiy reyestrga kirmaganman, mahallaga borganimda bola pulini olaman desam, reyestr kirmagansiz deb qaytarib yuborishyapti. Nima qilsam bo'ladi? Qanday yo'l tutsam bo'ladi deb savol berishadi. Keling, men sizga buni hozir bosqichma-bosqich tushuntiraman. Demak, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy reyestrga kiritish tartibi elektron bo'ladi va bu shaffof tarzda amalga oshiriladi. Demak, sizda quyidagi variantlar bor. Ya'ni, birinchisi bu MyGov.uz portal orqali o'zingiz ijtimoiy reyestrga kirishingiz mumkin yoki Baraka ilovasi orqali. Keyingisi esa bu mahallangizga borib, ijtimoiy xodimga uchraysiz va u sizni reyestrga kiritib qo'ya oladi. Navbatdagisi esa u inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali amalga oshiriladi. Oxirgisi esa bu davlat xizmatlar markaziga shaxsan o'zingiz borib, bu narsani amalga oshirishingiz mumkin. Agar videom sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga ulashib qo'yib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.